Assalomu alaykum. Men hozir sizlarning e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Juda ko'p joylarda, kasalxonaga borganimda, ba'zan intervyularga borganimda ham mana shunday savol berishadi. Ismingiz kim degan yoki otingiz kim degan. Gap shundaki, bunaqa shaklda savol berish mutlaqo noto'g'ri. Chunki bularga har doim nima qo'yilishi kerak? Ismingiz nima? Otingiz nima deb so'ralishi kerak. Nega desangiz, ism, ot so'zlari bular turdosh ot hisoblanadi. Bular atoqli ot emas yoki shaxs otlari emas. Kim degan so'roqqa javob bo'la olmaydi. Ingliz tilida ham e'tibor bergan bo'lsangiz, what is your name deydi. Who is your name deyilmaydi. Yoki ruscha variantini oladigan bo'lsangiz, rus tilida как твое имя va ba'zilar как себя зовут deydi va xuddi shuni o'zbekcha tarjimasi tariqasida radiolarda eshitib qolaman ba'zi. Ismingiz qanday deb so'raydi. Bunaqa shaklda savol berish ham noto'g'ri. Agar ismingiz qanday deb so'rasangiz, men aytishim mumkin, ismim chiroyli deb, ismim jarangdor deb aytishim mumkin. Ismingiz qanday deb bo'lmaydi. Demak, eng to'g'ri variant ismingiz nima? Otingiz nima? Yoki familiyangiz nima deb, familiyangiz kim, otingiz kim deb so'rab bo'lmaydi. Bu xato hisoblanadi. Va sen kimsan deng mayli, bu deyish mumkin. Siz kimsiz deb so'rang, bu ham to'g'ri. Chunki men aytaman, sen kimsan desang, men odamman deyish mumkin, o'qituvchiman deyish mumkin. Siz kimsiz desangiz, u kasbini, kimligini aytish mumkin. Ammangizning o'g'liman, jiyaningizman deyish mumkin. Sinfdoshingman, men Nodiraman, men talabaman, jamiyatdagi mavqeingizni, unga kim bo'lishingizni aytishingiz mumkin. Bunaqa shaklda savol qo'yish ham to'g'ri. Lekin oting kim, isming kim deb savol qo'yish noto'g'ri. Umid qilamanki, eslab qoldingiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.